bekatlarni ta'mirlanishi bu xalq farovonligi uchun juda katta ish deb o'ylayman. Xalq uchun yaxshi, chiroyli bekatlar bo'lsa, xalq chiqib tushishiga oson bo'ladi va mamlakatimizning rivojiga yaxshi kayfiyat bilan borib ishlab, yaxshi kayfiyat bilan qaytib kelishga zamin yaratilgan bo'ladi deb o'ylayman. Asfaltga tayyorlayapti. Bardurlar qo'yyapmiz. Asosan biz piyodalar yo'llarini, chuqurlarini asfaltlashtiryapmiz. Mana shu qilayotgan mehnatimizdan xalq xursand bo'lyapti, bizga rahmat deb ketishyapti. Men shunga xursandman. Men juda ham xursandman. Shunaqa ishlar boshlanganiga, bizning nimamizga, territoriyamizga juda ham katta vнимание bo'ladi. Katta rahmat aytaman. Shahar bo'ylab yuryapmiz, ishlayapmiz. Juda tez bartaraf tashlashyapti-da, ozgina o'yilgan joyi bo'lsa, bir pasda ko'lab, to'g'irlab ketishyapti. Hozir bu yo'ldan yuryapmiz degan gap bo'lmayapti. Bu gapirgunimizcha bo'lib qo'yapti hamma narsa o'zi. Har kuni darojniklar tinmasdan yo'lni supurib, tozalab, asfaltchilar yo'llarni to'g'irlab, juda ham o'zgarishlar katta qisqasi. Menimki mana yotqizibdi, tekis bo'lgan har holda. Avtobusda yurishi ham qulay bo'ladi. Albatta bu ishlar yo'lovchilar uchun ham, shofyorlar uchun ham qulay, juda ham yaxshi. Bu albatta biz uchun, oddiy fuqarolar hamda yengil transport vositalari hamda avtobus transportlari uchun juda ham foydali bo'lyapti. Negaki ularni yo'lini xavfsiz hamda oson qilib beryapti. Ko'rib xursand bo'ldik o'sha yo'llarni qilayotganiga. Ayrim yo'llarni o'sha asfalt qilish munosabati bilan deymizmi, yo'llarni yopib, ozgina zator bo'lib ketyapti. Biz ham endi ko'pirlar ozgina tushunyapmiz uni, bu yog'iga qaytanga yaxshi bo'ladi. Endi xalqimiz ham ozgina sabr qilib, o'shanga bunday yaxshi taraflama qarashsa, yaxshi bo'lardi.